Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Pritsep ishqibozlari. 2 yil oldin tayyorlagan zapaklarimiz. O'zimiz tumanga kelgan ekan. O'zimiz bir qator ko'rib beryapsiz risollarni, hamma narsasini. Bu zapaklarimiz razmeri eni 2.30 bo'lgan, uzunligi 5.30 bo'lgan. Mana. Eslaringda bo'lsa, qora kapda tortib ketgan mana zapaklarimizni. Ishga tushirib, ishlab, hayvonlarni qamab, qushlarni qamab, mana papugalar qamab qo'yibdi to'tilarni. Chiroyli qilib. Mana ayni zagollarni qilib tayyorlab bergandik. Maymunchalar qamab. Mana kimga shunaqa zaparak qilish uchun vagon, pritsep, ayni narsalar kerak bo'lsa, biznes qilaman degan akalarga mana shunaqa g'oyalar bor ekan mana. Aloqa chiqaverasizlar akalar, nomer qo'yib qo'yamiz, chiroyli qilib. Ayni qilib tayyorlab beramiz. Bundan tayyorlaganmiz, 8 ta tayyorlaganmiz. 8 ta xuddi mana shunday zagolli qilib tayyorlab berganmiz. Mana sherlar qamaydigan qilib. Mana. Endi sherlar qamab qo'ydi. Mana bunday ochiladigan, yopiladigan narsalarni qilib qo'yganmiz. Tortadi, yopadi, ochadi shunaqa qilib tayyorlab qo'yganmiz. Zagollar qilib tayyorlab berganmiz. Ular qaradi, chiqadi, bunalar tepaga ko'tariladi, tushadi. Sherlar bor ekan mana. Ekranga o'qib qo'yasiz, aloqa chiqaverasizlar.